Oldingmi? Ha? Oldingmi? Oldim. Hech kim ko'rmadimi? Yo'q. Bugun ishimiz zo'r bo'ldi. Hamma palataga kirdik mana. Mana o'ldi. Mana deyishga arziydigan narsa bo'lmabdi-ku. Doktor ham odam. Jichi yeylik. Bemorlar. Ha, to'g'irlang. Narsalar to'g'irlab turing. Shunday qornimiz och qoldi. Har bitta bemor bilan ishlash o'zi bo'ladimi? Kofe ichasizmi? O'zi bo'ladimi? Cappuccino. 3 в 1. Chi 3 в 1 ham bo'lsa bo'laveradi. O'zi masda, o'zi mas. Bemorlarga qarab, oshqozonimni miyasi ishlamay qoldi. Ko'p ishladim. Uyga bormayapman. Uyga ham bormasa mana shu yerda bemorlar mana. Marhamat. Mana qarangda, namanganlik shekilli bemorimiz. Xolodilnikka qo'ygan ekan, astagina shumo qildik. Shikolat ismi. O'tirib yeyish kerak. Sodattoy. Rosa xonasi serob ovqat ekanda. Uval qilish kerak emas-da. Bular uval qiladi. Qattiq ekan. Ana bemorlarimiz sog'ayib ketsin. Shifokorlar hamisha sog'omon bo'lsin. Nima bir go'sht bormi? Go'sht. Mana. Doktor. Ha. Doktor. Nima? Kelganimga 2 kun bo'ldi. Bir na ukol urasizlar, na bir dori berasizlar. Mana tomonim og'riq qolmayapti-ku. Qayog'i? Mana chap tomonim biqinim nima qachon bir minut Nitoyotgansizda, boshqa tarafdan yotish kerak. Nito yotmagan. Oshqozon oqqan bu tarafga. Tarafga oqqan. Endi bu tarafga og'ishini kutamiz. Kecha hamma analizlar topshirdim. Javobi chiqadi dedinglar. Qani chiqdimi? Tekshiryapmiz uni, tekshiryapmiz. Ha. Tekshiryapmiz. Hali davo topasiz. Bir bunday og'riq qoldiruvchi nimadir ukol qilinglar, hech bo'lmasa iltimos. Ana endimidrodir qildingizmi? Uyqudor nima beraylik, tinchgina uxlaydi. Hozir qo'yadi, siz boravering. Mayli. Boravering. Har zamonda kirib davlinamni bunday sizni davling qarang-chi. Ko'zingizga qarang. Davlini yaxshi. Ko'zdanmi? Ko'zdan bilib, qon tomirlarida qon deb aylanib yuribdi. Sizda 120 ga 80 davleningiz. Juda yaxshi. Onda tushibdi-da. Nimaga? Ammo 140 ga 80 ga yuraman-ku. Ko'taramiz 140. Ko'taramiz. Keyin meni ko'zimdan davlenim chiqmaydi, meni pochkamda davlenim bor. O'sha pochka ko'zga beradi. Ko'zga beradi. Boravering. Kirib yoting, orqangizni massaj qilaman. Ana kechirasizlar, men boyagi o'g'illarim keluvdi, mana bir idishchaga go'sht kartoshka qovurib keluvdi. Men shuni topolmayapman, ovqat yeyman deb izlayman. Boshqa tortmay qo'yib qo'yishgandir. Bizni doktorxonada birovni ovqatiga birov ko'z tikmaydi. Adashgan. Boshqa nimaga qo'yib qo'ygan? Bir izlab kelay bo'lmasa. Izlang, turgansiz, yaxshilab ko'rmagansiz. Uni og'riq qoldiruvchi nima? Qo'yamiz, boravering. Qo'yamiz. Onaxonikini o'g'irladingizmi? Bitta shu uxlab yotgan ekan, shart o'g'irlab keldim. Bildirmay yuborish kerak-da. Tushundingizmi? Bularga bering, suti kiradi. Yomon qarayapti. Ovqat yeyishga vaqtimiz yo'q-da. Doktor! O'lay. Jonga tegdi-yu toza. Doktor! Keling. Men ovqatimni topolmayapman. Ertalab zaptirgimda ham kimdir yeb qo'yibding, Yo'q-e? Voy, kim yeb qo'ydi ekan? Mana ketchup meniki emasmi bu? Mana u. Yo'q. Narigi palatada qoni bu. Qon bu, analiz bu. Analiz. Qachondan beri analizlarni ketchupdan ichiga soladigan bo'lding-da? Yo'q, maxsus olib borish kerak o'sha joylarga. Xola, siz ovqatingizga birovni ko'zi uchib turgani yo'q. Hammani nazari qani ovqatim meni, ovqatim qani unda meniki, Men yedim deb aytmayman-ku. Bir joyda turgan, siz yaxshilab ko'ring. Endi nima edi, ovqatimizni qo'ltig'imizga solib yuramizmi endi, Borib topib bersangiz bo'lmaydimi, Saodattoy? Yo, hozir yeb nima qiladi? 9 bo'ldi, oshqozoningiz o'zi og'riyapti. Yemang. Sizga mumkin emas. Non bormidi ichida? Non yemang. Namangan noni bor edi. Ana, siz hozir go'sht yesangiz, u sizga kuchlilik qiladi. Sizning organizmingiz hozir slabik. Siz doktorlar aytganini qiling. Ona, unaqa qilmang. Siz borib yoting. Har kuni analiz olasizlarmi? Tavba qildim. Hali unisini javobi chiqmay turib yana olaverasizlarmi sizlar? Javobi chiqquncha olaveramiz biz.
Yaxshi chiqmayapti-da, o'shangacha olaveramiz. Men ochman, ertalab nonushta ham qilganim yo'q, men tushligim ham. Kasalxonani, doktorxonamiz ovqatlaridan ye. Uni yeyolmayman uni. Xolajon, siz Sho'rvami, nima deb beraman? uxlashga harakat qiling. Och qoringa uxlamayapti, g'ir qilyapti oshqozonima be. Tavba qildim men. Men oshqozoningiz bir tekshiraychi. Trivatnam degan kofein bor edi, o'sha ham yo'q. Agar o'g'rini ishlasam, qo'lini sindiraman men uni. To'xtang, oshqozoningizni bitta eshitib ko'ring. Eshiting. Bu oshqozon bu yoqda emas-ku, qizim. Uzr. Chal adashlatdi. Shovqin. Keyin Juda tashlaysan, o'qiganmisan qizim ish qilib. Oshqozon u yoqda emas bu. Hazillashyapti-da. Ana endi topdi oshqozon. Oshqozon kengaygan. Nimadan kengayadi shu? Ko'p ovqat yeganda. Kechki payt yeb yotgandan kengayib ketadi. Siz yegansiz, esingizdan chiqib ketgan o'sha ovqatlar. Yegansiz. Qidirib yuribsiz. Ona yemang. Siz yegansiz, boyagi go'shtni yegan. To'g'ri. Siz uni ustidan kofein ham ichgansiz, go'shtni ham yegansiz, namangan patirni ham yegansiz. Yaxshi ish qilmabsiz, oma. Uzr. Yeb unaqa qilmang, ona to'lib turibdi. Ichingizda go'shtlar bor deb turibdi. Hazm qilishga yo'l yo'q. Ko'p. Shikolat ham yegansiz, rangingiz oqarib ketdi. Shikolat yegandan qarang. Yegansiz. Men eshitdim-ku, Trivatnom kofe go'shti orasida deb raqsga tushyapti. Lezgiga bo'yapti-da. Xola, Men bir qarab kelay, Yaxshilab qarang. Siz yegansiz. Unaqa qilmang, xola. Yoshingiz bir joyga borib qol. Tuhmat qilmang. Yaxshimi? Bu och chiqaring, qorni och qolib ketdi. Hadeb kirib kiraveradi. Qo'limdan mana shunaqa bemorlar jajonga tegdi-da. Jiq deb kiraveradi. Qo'ying degan sari qo'ymaydi. Oling ey. Shatta ye. Mana nonni mazza Yo'q, ekan. yo'q. Semchkalari bor ey. Doktorjon. Men aniq esladim, u ovqatni yemagan ekanman men. Yemadim men, tochli yeganim yo'q men. Biz yedik. Bizim kasalxonaning ovqatini yeyolmaymiz. Yeb qo'ydik, chiqar ovqatini. Chiqar birga yeymiz. O'tiring birga yeymiz. Mana go'sht, mana non. Go'sht yeganimiz yo'q, jichi non yedik. Mana, o'tiring. Mana. Ana men unday qilasizlar. Biz birinchi marta qilayotganimiz yo'q. Mana Sobit, men noningiz qattiq ekan, yemang bunaqa narsa. Yemang. Mumkin emas sizga. Biz sizni ayab yeyapmiz. Biz ham yegimiz kelgani yo'q buni. Bu turgan bitgan zarar-ku bu. Haqiqatan. Ana men shuni boya birinchi kiyganimda aytmadinglar. Men hammani o'g'ri qilib chiqdim men palatadagilar. Biz sizga 10 ming qadam yuring dedik. Borib kelib qon aylansin yaxshi dedik. O'shaning uchun aytmadik. Portalga yozaman, ustilaringdan jarba qilaman. Men ketdim, ustilaringdan arz qilaman. Men olib ketding mana o'zingiz. Endi o'zingga teshib chiqsin. Evet. Biz bularni o'ylaymiz. Ana yoqdan telefon qilib aytaman, darrov kelsin. Xudo. Yo'q, bular qizg'anadi. Biz bu yerda 40 yildan beri birga ishlaymiz. Nima narsalar uvol bo'lib, achib qoladi. O'shalar uvol qilmaydik deb yevoramiz. Bizga ham zaril emas. Ertaga javobi bor. Nega sen shuni ko'rib yemading deydi-da. Bundan keyin unaqa narsalar qilmang. Nafsingiz yomon sizni. Men ham siz ustingizdan yozaman. Qornim ochdi deysiz. Yo'q. Men kasbimga mana shu oq xalatimga dog' tushirmayman. Men onaxonni gapi yetadi. Bildingizmi? Joy dog' bo'lib yotibdi-ku. Yuvaman, Xudoga shukr. Dog' bo'lsa yuvaman. Tushundingizmi? Mana ketchupizni ham olib boring, onaxonniki edi. Guruchda ham kurmay bo'ladi, shunaqalar uchrab turibdi. Siz ishdan bo'shadingiz, yo'qaling. Bu meni nima ko'zim ko'rmay. Yo'q, qo'ying. Siz boshsiz. Qo'ying aytdingiz-ku. Lady show. Ey! Figuram yog'izlarim ochilib qoldimi? Erim yaxshida. Ya'ni ko'zingiz tegib qolmasin. Uyimizni qaranglar, men lyustralar ko'ryapsizlarmi? Kecha bittalab yuvib chiqdim. Erim meni ko'tarib turdi. To'g'risi.
Mashinamni bittalab yuvdim. Yuvib, artib, hamma joy yog' tushsa yalaguday. To'g'risi. Meni yerimdaqa yaxshi erkak yo'q. Menga aytadi, sendek xotin dunyoda bitta deydi. Globus deydi meni. Jonim, uydamisiz? Yen, Uydamisiz? quyoshim keldi. Voy, ana. Yurishini qarang, to'g'ri erkakka o'xshaydi. Omonmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ey hayotim mazmuni, bugun kuningiz qanday kechdi? Anaqa, sizda ham ma'no bor. Tutib qo'yinglar, oilamizga ko'z tegmasin. Jatipirib tashlash yo'q lekin. Charchamayapsizmi? Rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Shu xonadonga kelib baraka topganman-da, shu insonga tegib baraka topdim. Rahmat. Qarang, figuram oldinga qarab chiqib, orqam tekislik bo'lib ketdi. Yaxshi insonda. Yonga qarab ketyapman men. Ko'z tegmasin. Baxtdan semiryapman. Voh! Bekorga nozik oy emas. Nozik oy deb bekorga nom qo'ymaganmiz. Harakatlari yengil. Men har kuni 3 mahal birga taomlanaman. Oldingdagini olib yeb qo'yganini bilmay qolasan. Ana shunday. Harakat yengil. Lag'monni qanday yeyman? Deb yeb qo'yamanmi? Lag'monni shunda patgan payt vilkaga ish qolmaydi. Yurdinglarmi? Men sizni mana shu yer yong'oq kabi ko'rinadigan qomatingizga ish qilyapman. Yer yong'oq. Oy, qanday foydali narsa yer yong'oq. Bitta gap aytayim. Ayting. Endi shunday xurliqoni oldiga quruq qo'l bilan qaytisham uyatda. O'l, uyat. Qarang. Mana. Oy, Yedini ko'rdingizmi? dahshat. Bir xingcha qilib bering. Bo'p. Ha, xingcha qil. Unday qilmang, ey. Sochingiz yangi tug'ilgan qo'zinikiday bo'lib turibdi-da. Men o'zimni qo'yxonada yurgandek his qilyapman. Bo'p. Nima qilmang? Kallangizni qimratmang ko'p. Bu yoqqa o'tirib oling. Indiski. Indiski. Canım Niye aytyaptimi? Dekilu. Ijgai duriya me yahan Maya. Voy! Ana. Disk. Rahmat he. Siz zo'r er he. Ko'rdinglarmi? Ruslarnikidaqa ham bering. Ruslar ham zo'r qiladi. Ruslar? Ha? Baxtdan orientir olmay qoldim. Ruslarga o'xshab. Bo'p. Voy. Ishoning. İnsonligingiz pand beradi. Xaladis bo'lganingizni yeb tugatardim. Ne ishlayman-da? Девушка, можно познакомимся? Voy, 24 час можно? Я вас люблю. Ой, я тоже. Ana, muhabbat baribir yaxshi-da. Yomon gapirib umringni yomon o'tkazgandan ko'ra bir lahzasini ham rohat qilib o'tkiz. Ha? Kim ko'hli? Do'mboq ko'kli. Ana. O'zbeklarga Yomon ko'p qaytarib berdingizda. O'zbeklarga o'xshab bering. Oxiri o'rtada bir ayol kelib olib ketadi, qolasiz gul. Yo'q, o'zbek erkaklar qana xotiniga gul beradi. Bo'pti. Yana qaytib keling. Yo'q, qaytaman. Hozir kelaman deb suraveradi-da bular. Men qaytaman, siz kuting. Kuturman begim. Nimang bor? Toqa. Ha? Choy-poy tayyormi? Ha? Men senga gul olib keldim. Ol. Oy. Qanday baxt, rahmat. Endi bu bir dona gulni o'ynaguncha choy-poy qo'ysang-chi. Menda qanday o'zgarish sezdingiz? O'zgarish? Ha?
Nima o'zgarish bor menda? Yana vazn olibsiz jonim. Yo'q-e. Avvallarimda bukilganingizda belingiz bu yoqqa ketardi-da. Ha, Hozir bel bormayapti orqaga. ebe. Toping nima o'zgarish bor menda? Yaqinroq boring. O'zingiz ayting, meni qiynamang. Boshimni yuvdim. Voy. O'tirib turing. Men nodon, be'tiborligimga qarang. Ey, sochga qo'shilib betam yuvilib. O'tirib turing. Bo'ldi. Bo'ldi. Voy. Yomon gapirib ajrashib ketgandan ko'ra, hamisha yaxshi tomonni qidirib yashagan ma'qul. Har bir insonning ham o'ziga yarasha kamchiligi bor. To'g'rimi? Betini yuvmasa yuvmabdi, bet uniki menga nima farqi bor? Ey, kunduzi quyoshda yursa terlab ham yuvilib ketib, voy. Ey. Yomon pavoratingiz qiyinda sizda. Voy bo. Iltimos, mana shu patnisda olib kelganingizda, jonim, sizga aql o'rgatishmasu, sal uzoqroq qo'ying. Mana bundoq qo'yapsiz, qornim ichiga kiryapti-da. Bu xalaqit qiladi. Ey. Voy bo. Men qara bilan. Mana xalades. Bizda xotin malades. Aferin. Erkaklar bor, erkaklarning naqshidir. Erkaklar bor, mening yerim yaxshidir. Bale, hop. Men haqimda bo'ldi. Mana qarang. Voy. Mana shu o'zingiz boshlab bering. Yo'q, Voy. endi qorningizga qo'ymayman. Ha? Qo'l tutadi, qo'l. Ah. Stop, qada. Vah, voy. Siz bir doktorga ko'rsatmasak bo'lmaydi. Opajon, siz kulyapsiz-ku. O'ta semizlikda fojia ham bor. Yarim kechasi oyog'i tomir tortib qolyapti-da. Kechasi bilan oyoq o'qalayman. Unday qilmang siz, xo'p? Ha. Qanchaga oldingiz shu gulni? Guldi? Buni sotib olganim yo'q. Nimaga? Topib oldim. Qayda? Yo'l yoqasida daraxt tagida yotgan ekan. Men aytdim, qaysidir yigit qizga bergan, olmay tashab ketgan. Men ham bir gul berib ko'raychi dedim. Qanday bir vijdonsiz, be'e'tibor bir xotinni qadriga yetmaydigan yerda ko'chadan birovni gulini olib kelib meni bir xafa qilib davrinamni ko'tarib shu ham insofdanmi shu qanaqa odamsiz sen? Osmonlarga uchib meni yerim unday meni tupurmang gulga. Yo'q. Tupurmang. Vijdoni yo'q. Biror marta gul olib kelmagan. Men vashsham noroziman shu erkakka tekkandan. Boring qolingay. Yo'q. Hozir siz ko'z ochib ko'rganim, siz jonimsiz deyotgandingiz. Ko'z ochmay o'sha yerda bo'g'ilib olay iloyim. Meni xafa qildi. Tilim og'ridi, yomon og'ridi. Nang, bunga tupurmang. Ataylab. Boshingizda qolsin gullaring. Kamera baba bo'ldim. Vijdoni yo'q erkaklar bor, mana shunday xotinini qadriga yetmaydigan. Qo'yma bu yoqqa. Ey, choylarimni teshib chiqsin choylarim. Choylarim teshib chiqsin mana bu. Bola. Choy ichmang, zaharni iching. Tavba qildim. Erkak degan bunda shedri bo'lmaydimi? Qanday maqtadim, to'g'rimi? Bitta gulga arzimaymizmi? Vijdoni yo'qlar. Yana uyda o'tirasan, nima ish qilasan deysan? Yo'q. Vijdonsizlar. Yer bo'lmayman. Bir sevgi farqib turish kerak-ku. U hazilida xolos. Shunga butun 7 urug'imni aybini aytib tashladingiz. Bir hazilni ham bilmaysiz, jonim. Mana bir dastaga to'ymasangiz, ikkinchi dastasi. Yana topolmadingizmi? Yo'q. Peshona terimga sotib oldim. Bo'larkan-ku. Shunaqa yerlarim bor, Mehridaryo, qaytib oldim. Bilmasdan yomonlab qo'yibman-da. Ayollar lov etadi, puf etib o'chadi. Ayol semiz bo'lgani bilan qalbi nozik.
erkaklar davrasida jonim eshitib qolamizda, ana o bola labzi yo'q, paloni deb pistovoni deyishadi-da. Ana shunaqa bolalar dunyoga keltiradigan mana shunaqa onalarda. Bolalarda ayb yo'q. Hazil. Unaqa demang dadasi. Yo'q, mana gul. Iching. Mana men choyimni qaytarib yana qo'yaman mana. Pastdan quying, pastdan. Ha. Iching dadasi, siz shunday yaxshi odamsiz. Dahshat qora bo'lsangiz ham shokoladni qorasiz. Shokoladni xaridori ko'p. To'g'rimi? Ya? Hadi. Ana shunaqa bo'lish kerak-da, erkaklar, to'g'rimi qizlar? Sizlarning eringlar sizlarni yaxshi ko'radimi? Ha, yaxshi ko'rsin. Sizni bulardan farqingizni bilasizmi? Bulardan farqingiz nimada bilasizmi? Bular sizni sochingizdek soch qilish uchun pul sarflaydi. Ana. Siz meni ekonomiyamsiz. Kipriklarni qarang. To'tkimi? Bo'qoq qani? Oldirdim-da. Oldirdim. Ha? Aman shu bo'qog'ingizni ko'rib sevib uylanganman. Yo'q. Ko'zingizni yumib turing. Oching. Ko'rdingiz? Sal qoldi-ya. Muhabbat bu nafis tuyg'u. Dars ketishi oson. Uni ehtiyot qiling. Muhabbatni xor qilganlar muhabbatga zor bo'lsin. Mana uni qarang. Muhabbatsiz qolsin. Menga qarang. O'zingiz yiqilib tushsangiz ham bo'qoqda ehtiyot qiling. Maylimi? Ana shuni yaxshi ko'raman men. Ana shuni, yurib ketdik. Restoranga olib boraman sizni. Romantik kecha qilamiz, yuring. Kimdan kam joyimiz bor? Qaybirlar tursunib kelib, "Jamona" deb menga aytadi, yuring ketdik. Chaqirganman. Raqslarga tushib. Yuring ketdik. Shunaqa bir bora ro'zg'or tashvishlaridan chetga chiqib, bolani ro'zg'ori o'ylamasdan er-xotin o'zingizlarga vaqt ajratinglar. Ba'zi bir oilalarda oxirgi marta shirin suhbat qachon bo'lganini eslolmaydi. Biznikida har kun. Ashti. Mana shu yurishlaringiz shaxmat doskasidagi otga o'xshaydi. Salomat bo'lasizlar. Lady show, lady show, lady show.